Xo'p, 4-muammo haqida gaplashamiz. Siz like bosing va qolganlarga ham yuboring. Albatta, millat uchun, millatni rivojlanishi uchun harakat qilamiz. 4-muammo ota-ona va maktab hamkorligi sust. Albatta, bizda bu yaqqol ko'rinadi. Muammo shundaki, bizda ba'zan ota-ona va maktab o'rtasidagi aloqa faqat muammo paydo bo'lganda yuz beradi. Muammo chiqdimi, kimdir bolasi bilan urushdimi, o'shanda boriladi maktabga yoki yiqilib tushdi bolasi, shunda boriladi yoki bir muammo chiqqanda boriladi. Yoki bolasi kimnidir farzandi yaxshi o'qimayapti yoki o'zini yaxshi tutmayapti, shunda ota-ona chaqiriladi. Natijada bola tarbiyasi va ta'limda yagona yondosh yetishmayapti. Finlandiya tajribasi ishonchli hamkorlik. Ular nima qiladi? Ota-ona va o'qituvchi doimiy muloqotda bo'ladi. Buni qanaqa qilib amalga oshirish mumkin? Buni hozir Telegram guruhi ochilgan. Deyarli hamma ota-onalar bilan va o'qituvchilar, ustozlar o'rtasida unga e'lonlar tashlanadi. Mana e'tibor berganim. Yana testlar tashlanadi. Xo'p, yaxshi. Lekin o'quvchi o'zini darsda qanday tutgan? Gruppaga tashlamagan taqdirda ham Telegram'i bor ota-onasini, kamida buvsini Telegram'i bor, o'shanga tashlanmaydi. Bugun bola o'zini qanaqa tutyapti darsda, o'zini qanaqa ko'rsatyapti. Yaxshi ko'rsatyaptimi, yaxshi tutyaptimi yoki yaxshi o'qiyaptimi, u haqda videolar yuborilmaydi. O'zini qanaqa tutganini dumaloq, ya'ni yumaloq videoga olib ota-onaga tashlash mumkin, o'ziga, shaxsiysiga, gruppaga emas. Va yutuqli bolalarni videolari gruppaga tashlansa bu yaxshi. Endi maktab bolani rivojlantirishda ota-onani ham sherik deb biladi. Maktab bilar ekan, demak, bolani rivojlantirishda ota-ona ham sherik bo'lishi shart. Bizda ota-onalar ko'pchiligi umuman bolaga vaqt ajratmaydi deyarli. Hop, muammo chiqqanda jazolash emas, birgalikda yechim topiladi. Ya'ni muammo chiqsa jazolash emas, birgalikda yechim topish harakat qilish. Endi bizga yechim ota-onalar bilan muntazam suhbatlar tashkil qilish. Buni har oyda bir ota-onalar maktabi degan bir nima qilinib, video chat yoki ovozli chatda onlayn suhbat qilish mumkin. Faqat bahona emas, bolaning rivojlanishini muhokama qilish kerak. Bola o'zi umumiy qanday rivojlanyapti, qaysi taraflarida qolib ketyapti, ruhan qanaqa rivojlanyapti, biologik qanday rivojlanyapti, bola qanday professional rivojlanyapti, demak 3 ta rivojlanishga qaratishimiz kerak. E'tiborli. Keyingisi Yaponiya tajribasi, mas'uliyatli tarbiya. Ular nima qiladi? Oila va maktab bir xil qadriyatlarni singdirar ekan. Demak, kelishib olish kerak. Bola tartib, hurmat va mas'uliyatga o'rgatilar ekan Yaponiyada va ota-ona farzandining maktab hayotida faol ishtirok etar ekan. O'zi qiziqish kerak ota-onalar. Aksariyat ota-onalar 99% ota-onalar qiziqmaydi bolasini maktabdagi holatiga. 1% bilmayman, 1%, 99% desam adashgan bo'laman. Allohu a'lam 95% qiziqishi mumkin. 5% qiziqishi mumkin, 95% qiziqmaydi demoqchiman. Xo'p. Xitoy tajribasi qanaqa? Natijaga yo'naltirilgan hamkorlik. Ular nima qiladi? Ota-onalar farzand ta'limiga katta e'tibor berar ekan. Bizda ham e'tibor beradi ota-onalar, lekin bolani kuzatmaydi. Bolani rivojlanishi bilan ishi bo'lmaydi ko'p ota-ona. Chunki u ko'pini vaqti yo'q. Vaqt ajratmaydi. Siz bolangizga vaqt ajratishingiz emas, siz bolangizga, farzandingizga unumli vaqt ajratishingiz kerak. Ya'ni foydali vaqt ajratishingiz kerak. Uyda o'qish muhiti yaratiladi, deyapti. Demak, o'qish muhitini uyda yaratishimiz kerak. Maktab bilan doimiy aloqa saqlanadi. Bolam bugun nima qildi deb ustoziga telefon qilasizmi? Bir ota-ona bo'lib har kuni telefon qiling. Har kuni yoki haftada bir, hech bo'lmasa bugun bolam, endi har kuni telefon qilmasangiz, bolangizni bir haftada qilgan ishlarini qanaqa qilib ustozi eslab qoladi. Har kuni telefon qilib so'rang, bolam bugun qanaqa qatnashdi, mana darsga qanaqa, har birini aloqa telefonini oling. Kerak bo'lsa ustozlar bilan aloqada bo'ling. Hop, bizga yechim shuki, uyda o'qish uchun qulay muhit yaratishimiz kerak ekan, farzand bilan kunlik suhbat qilish kerak. Xuddi shu narsani doktor Havva nima qiladi? Bugun maktabga borgan bo'lsa yoki bog'chaga borgan bo'lsa, farzandimiz nima qilamiz? Har kuni kim bilan suhbatlashding bugun? Nima haqida gaplashdinglar? Nimalar dedi ustozing senga? Sen unga nimalar deding? Qaysi bolalar bilan yurding? Qaysi bolalar bilan nima mavzuda gaplashdinglar deb o'rtoq do'stona bo'lib so'raladi. Do'stona bo'lib so'rab olish kerak bo'ladi. Va unga qarab javob berib,
to'g'irlash kerak bo'lgan joylarni to'g'irlab, kim bilandir do'st bo'layotgan bo'lsa, noto'g'ri do'st tanlagan bo'lsa, noto'g'ri do'stlardan uzoqlashtirish. Yo'q, u bilan do'stlashmagin, yurmagin, u bilan o'tirmagin, u bilan degan bir nima yondashuvga kelish kerak bo'ladi. Sen ustozing bundoq desa, bundoq degin. Bundoq savol bergin deb o'rgatish kerak. O'zbekiston uchun smart yechim qanday bo'ladi? Maktab plus oila teng kuchli kelajak. Har oy ota-onalar bilan rivojlanish uchrashuvi bo'lishi kerak. Ota-ona o'zi qiziqish kerak-da. Xo'p, elektron aloqa tizimlarini samarali ishlatish kerak. Ya'ni Telegram, WhatsApp, ota-onalar maktabi loyihasini yaratishimiz kerak ekan. Inshaalloh bunga harakat qilamiz. Farzand tarbiyasida ustoz va ota-onaning bir xil pozitsiyada bo'lishi. Farzand tarbiyasida ustoz bilan ota-ona kelishib olish kerak bo'ladi. Albatta, ustoz boshqa gapni gapirib tursa, ota-ona bu yoqda boshqa gapni gapirib tursa, qanaqa qilib buni tarbiya qilamiz biz? Xo'p, o'qituvchi uchun nimalar? Demak, ustozlar, pedagoglar bilib oling, ota-onani faqat muammo uchun chaqirmasligimiz kerak. Xo'p, ikkinchisi yaxshi natijalarni ham ulashishimiz kerak ekan. Demak, har bir bolaning kuchli tomonlarini ko'rsatishimiz kerak ekan. O'qituvchi. Ota-ona uchun, ota-onalar yozib oling, o'zingiz uchun farzandni faqat bahosi bilan baholamaslik. Nima degani bu bahosi bilan baholamaslik? Farzandni umumiy ko'ra olish kerak. 2 opsanu bugun yoki 3 opsanu 4 opsanu emas. Nima sababdan sen buni qilding? Nima sababdan bu bahoni olding? Maktab bilan hamkor bo'lish kerak ota-ona. Hop, kitob, bilim va tarbiya muhitini yaratish. Xulosa, Finlandiya ishonch va hamkorlikni, Yaponiya tarbiya va mas'uliyatni, Xitoy mehnat va natijani o'rgatadi. Bolaning kelajagi uchun 3 kuch birlashishi kerak: ustoz, ota-ona, o'quvchi, muvaffaqiyatli avlod. Demak, savol, sizningcha farzand tarbiyasida eng katta rol kimda? Ota-onadami yoki maktabdami? Demak, xulosa qiling, bizni qo'llab-quvvatlang, kanalimizga qo'shiling va like bosing. Va albatta biz rivojlanishda davom etamiz.